Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyev, hurmatli kuzatuvchilar. Meni bilasizlar, 15 yildan beri haqiqat, adolat topmasdan umrim darbadari ko'chma-ko'cha yurib kelmoqdaman. Men Konstitutsiyaga ko'rsatilgan haqlarimdan to'liq mahrum bo'lganman. Shu murojaat etgan birontasi qonuniy javob olganim yo'q, chora ham ko'rilmaydi. Xullas mustaqillik bo'ldi. O'zbekiston, xudo urdi desam xato qilmayman. Moskvadan tekshiruvchilardan qutulgandan keyin ayniqsa qonun posbonlari juda ko'pchiligi pora ishlashga berilib ketib, hozirda butun O'zbekistonni korrupsiyaga botqoqqa kirgizib qo'yganligini yaxshi bilaman. Shundan men bir nechta hujjatlarim bor. O'zbekistonda 30 milyon tami, 40 milyon tami, 37 milyon tami qancha aholi bor, buni ishonish qiyin deb sizlarga aytmoqchiman. Tegishli hujjatlarim bilan ko'rsatib bermoqchiman. Mana o'zim tegishli hujjatlarga qarataman kamerani. Masalan, mana sud qaroriga asosan ro'yxatdan chiqarilgan 2010 yil deb nima beradi. Bu bir. Ikkinchi tomoni yana bir hujjat bor. Tirik odamni mana bu yerda yashovchi deb beryapti. 1995 yilda tirik odamni o'likka chiqarib, xotini bu qo'chini yo'qotgan deb pensiya olib yuribdi. Mana bu xotini Muxtor va Martaba 10 yildan beri bular pensiya olib yurgan. Bularning hammasiga aybdor sababchi mana shu Muxtor va Mohin hisoblanadi. Toshkent shahar Chilonzor tumanida 65-uyga hozir yashaydi. 20 yil bo'lgan bo'lsa ham Samarqand shahar Yalantush Bahodir 4-uyga ro'yxatda turibdi deb ma'lumot bor. Bu nimani bildiradi? Muxtor va ham bu yerda yashovchi deb pasporti borligini, ham Toshkentda yashovchi deb ikkinchi pasport borligini ko'rsatadi. Shunday ekan, men qanday qilib statistikaga ishonsam bo'ladi? Mana shu hurmatli kuzatuvchilar, haqiqat 100% haqiqatni bilmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston nima gaplar bo'lganini bilmoqchi bo'lsangiz, podpiska, laykni bosing, tarqating. Oldindan sizlarga minnatdorligimni bildiraman.